Bismillahirrahmanirrahim. Kiriş söz. Cimi hamdü sana ve güzel mediheyler alemlerinin perverdigarı Allah'a xasdır. Salam, rahmet ve mağfiret bütün ehl-i cihanga merhamet kılıp öğretilgen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge, onun aile tavabatlarına ve kıyamet günügeçe onun izden mangallarına bulsun. Amin. Ulu iyimiz Allah Teala zimini güllendiriş ve insanların sınaş iradesini vücuda çıkarış için Adem aleyhisselam bilen Evva anımızını yaratıp andın onlarını zimine düşürdü. Ularning neslini ko'paytdi. Dünya hayotidagi sinovdan g'alabalik olib o'tishlari uchun ularga belgilik yetakchilik qiladigan payg'ambarlarni o'zlarining ishidan tanlab avatdi. Payg'ambarlarga qavmlarining hayot nizomlarini, toat ibodatlarini, axloq mezonlarini belgilab beradigan ilohiy qonunlarni o'z ichiga olgan samoviy kitoblarni nozil qilib turdi. Shunday qilib Alloh taolo payg'ambarlarga nozil qilgan shu ilohiy vahiy orqali insonlarning hidoyat yo'lini izchil holda ko'rsatib turdi. Adem aleyhisselam'dan başlap en ahirki peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'giçe barlıq peygamberler insanlarını Allah'ın dinine davet kılışını ibaret bu ulug vazifini öz üstüne aldı ve bunu Allah Teala'nın iradesiyle layıqlayışını orunladı. Başka peygamberler öz kavimlerine, ma'lum şehirge, yiğiz kışlaklara has peygamber kılıp öğretilgen bulsa, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün ehl-i cihanga peygamber kılıp öğretildi. Bu şanlıq vazifini ulug'var davetini, qimmatlik amonatni eng mukammal ravishda ado qildi. Boshqa payg'ambarlarga samoviy kitoblar va sahifalar berilganidek, uningga Qur'on Karim berildi. Uning 23 yillik payg'ambarlik hayotida Qur'on Karimni musulmonlarga yetkazishi, tabliq qilishi, o'rgatishi va tushuntirishiga ergashib hadisvorlik keldi. Natijada biz musulmonlarga Qur'on Karim va hadisdan iborat bu ikki yangiliklar Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan qiyomatgacha meros qoldi. Bu ikkisi bizni dunyo va oxirat baxt saodatga yetaklaydigan, hayotimizga muvaffaqiyatli bo'lmaydigan ilohiy dasturdir. Aslida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam arab xalqidan chiqqan. Qur'on Karimmi arab tilida nozil bo'lg'achqa, uning hadislarimi arab tilida borliq kelgan va arab tilida rastlab to'plangan edi. Milodiy 7-asrning boshlaridan boshlab islom dinining izchil kengashiga ergashib, arab bo'lmagan nurg'un millatlar, xalqlar islom dinini quchoqlashdi va o'zlarining ichidan yetib chiqqan olim ulamolarning tili yoki qalami orqali islom dinining ruhini o'rganib, shuni amal qilib keldi va kelyapti. Xalqimiz Hijriyaning 94-95-yillari, milodiy taxminan 713-714-yillari islom dini bilan tunji qatim sharaflangan bo'lsa-mu, umumiy xalqning asosiy qismi Sulton Bug'roxonning zamonida islom dinini rasmiy ravishda qabul qilgan. Xalqimiz shundan tortib toki bugungacha har turli ig'ir to'salg'i va qiyinchiliklarga qaramay, muqaddas islom dinini o'zlarining chiqish yo'li va hayot nizomini qilib kelmoqda. Allah Teala bir millatga yaxshilikni iroda qilsa, ularga kengchilik yaratib beradi va hidoyat yo'lini osonlashtirib beradi. Alloh taologa cheksiz hamdlar bo'lsinki, xalqimiz kechikib qolsa-mu o'tgan asrning oxirlarida islom dinining birinchi dasturi bo'lgan Qur'on Karimning tarjimasi bilan yuzlashdi. Shuning ergashib ikkinchi dasturi hadismi oz-ozdan tarjima qilinib, kitob, risola shaklida tarqatilib keldi. Ammo bu cheksiz xizmatlar hadis va boshqa diniy ilmlarga bo'lgan ishtiyoqi tilak arzulari kun sayin eshiq berayotgan xalqimizning ehtiyojini yetarli darajada qamdab ketolmadi. Biz xalqimizning hadisga bo'lgan tashnoligini va tilak arzularini nisbiy bo'lsa-mu qondirish maqsadida qo'lingizdagi Jam'ul Fawaid hadislar to'plami nomli bu kitobni, bu qimmatli asarni tarjima qilib, siz hurmatli o'qirmanlarning huzuriga sundiq. Ilm javharlari, hikmat turdanlaridan to'lqinlangan bu kitob sizning moddizmlikdan jarohatlangan ruhingizga illiq malham, ma'niyatingizga saf oziq bo'lg'usi inshaalloh. Hadis payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning so'zini, ish harakatini va boshqalarning biror so'zi yoki ishini ma'qullashini bildiradigan umumiy atalg'udir. Biroq shuni eskartib o'tish kerakki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning vafotidan keyin musulmonlar o'zlari biladigan muborak hadislarning keyingi nesllarga ig'zoki so'zlab berish yoki yozib qoldirish orqali yetkazgan. Bo'lg'achqa fursatni g'animat bilgan din dushmanlari dinimizning asosiy manbalariga ziyonkashlik qilish uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning nomida nurg'un asarlarni to'qib, keng ko'lamda bozorga soldi. Hijriyaning 2-asriga kelganda ularning bu razil qilmishlarini bayqagan islom olimlari nihoyat jabborlik emgak sarf qilib, hadisni tadqiq qilish, tekshirish, sahih bo'lgan hadislarni qabul qilib, sahih bo'lmaganlarni rad qilish, ratlash va kitob qilib to'plash uchun nurg'un shartlar va qoidalarni o'z ichiga olgan hadis ilmini kashf qildi. Hamda hadislarning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga oid yoki emaskini bu ilm asosida bir-birlab bekitib